Tolimi kambag'al bir kishi bo'lib, qilarkan bir boyning malayligini. Ishlarni atrofli qilib har doim olarkan halollab har oyligini. Bir kuni to'satdan kelmabdi ishqa. Boymi ham o'ylanib turib qopdi jim. Haqni oz ko'rdimi bilmadim yoki uyda biror ish chiqqandi balkim. Atis kambag'al chiqibdi ishqa. Qaytadan qo'lga ilib hammani. Kambag'al kundalik ish haqiga $100 qo'shibdi, boymi untinsiz. Qilmabdi o'rinsiz gapni g'alvini. Kambag'al hech nima demasdan yana ishlabdi, kuyinib iditliq jim. Kunlarmi o'tibdi ashu tarzda. Bir eg'iz tinmasdan hech kim. Kunlarning bir kuni kapti alqissa. Kelmabdi kambag'al bir kunlik ishqa. G'azabga almishib bu nevat shodliq $100 ish haqi tutib qilinib. Muvaffaq bo'lmabdi rahim qilishqa. Shundimi ortiqcha sirmabdi zuvan, ishlabdi kambag'al chekirib boshni. Boy ammo bu ishdan bo'libdi hayron. Kutmagan bo'lg'achmi bundaq ravojni. Bersam xush bo'lmading, olsam urmay. Bir siyoq bir holat doimlisanda, aytqina debdu boy malayga qarab. Bu mijoz xulqining hikmati nada? $100 mukofot olganda debdu malaymi tabassum ilkidi boyga. Bir bu vaqt dunyoga eli ko'z ochgan, bilgichi u xislatdi demak. Qo'sh shodliq rizqini berdi gadoyga, shukrlar vajidan so'rmadim zuvan. $100 jazoga uchirgan kuni onamdan ayirgan edi u. Onamning rizqi deb bildim shu pulni, yo'qolgan oldindan tevissiz, insiz. Dardga qanoat qayg'ularga ham tepilmas onangdan qimmatlik boyliq. Ömürdən xulasa bir cümle shuki, qanoat shukrdan insonga chiroyliq.